Hop, hammaga assalomu alaykum yana bir bora. Demak, endi biz ko'rib chiqamiz bugun. Ya'ni hop bu tillarni boshqalarga olib qo'yaylik. Biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa punkt pip slot mavzusi. Punkt pip slot nima? O'zi tradingda punkt pip slot trading o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Tradingda o'lchov birliklari bor. Ya'ni o'lchov birliklari sifatida yozilmayaptimi? Yozilyapti. Har bitta sohada va har bitta joyda o'lchov bo'ladi va tradingda ham aynan shunaqa o'lchov birliklari bor. Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Trading o'lchov birliklari. Xo'p, trading o'lchov birliklariga nimalar kiradi? Kiradi punkt yoki pips, inglizcha nomi pips, o'zbekcha nomi punkt. Xo'p, lot haqida gaplashamiz. Mana shular tradingda o'lchov birligini hal qilib berishadi. Aksariyat vaziyatda bundan boshqa o'lchov birliklarini eshitgan bo'lsangiz ham ko'p holatlarda biz bu o'lchovlardan foydalanmaymiz. Xo'p, buni qanday aniqlaymiz? Masalan, qoida bor. Qoida nimadan iborat? Qoida bir punkt teng, prosta matematika. To'g'ri yozadik. Bir punkt teng bo'ladi 10 pipsga. 10 pipsga. Buni har kim hal qilishadi. 10 punkt teng, 10 pipsga, 1 punkt teng, 1 pipsga deb farqi yo'q. Biz o'zbeklar 1 punktni 10 pips sifatida ishlatamiz. Bu qoidamiz hisoblanadi. Xo'p, narxda o'lchov birliklaridan foydalanamiz. Narxda o'lchov birliklari nimadan iborat bo'ladi degan savolga qaranglar, mana bunaqa javob beramiz. Masalan, mana bu narxlar turibdi mana. GBB kat parasi. Siz o'zingizga savollar berishingiz kerak. Qanday foydalanamiz? Avval narx tepaga ketadimi, pastga ketadimi analiz qilganimizdan keyin. Keling aytaylik, biz buy pozitsiya ochdik. Birinchi qiladigan ishimiz pozitsiyani aniqlaymiz. Xo'p, pozitsiyani aniqlash. Algoritm bilan qilamiz. Hammasini birinchi pozitsiyani aniqlash. Xo'p, pozitsiya o'zi necha turga bo'linadi desa, siz javob berasiz ikkita, buy yoki sell. Mana shu tartibda bizda ishlashimiz kerak bo'ladi. Buy yoki sell. Xo'p, keling biz ochimiz buy pozitsiya ochgan ekanmiz. O'zi ikkita pozitsiya bor. Mana savolga javob buy va sell. Yo tepaga o'sishi buy, pastga tushishi sell deyiladi narxni. Biz bitimga kirganimizda yo buy yo sellni ochamiz. Ikkalasidan ham foyda olishimiz mumkin agar narx biz analiz qilgan tarafga yursa. Bu birinchi qiladigan algoritmik ishimiz bo'ladi. Shu o'lchov birliklaridan foydalanayotganimizda. Mana qayergadir pozitsiya ochishingiz kerak-ku, baribir yo buy yo sell. O'shanda foydalanasiz pozitsiyadan. O'shaning uchun ham tanlab oldik buyni. Ikkinchi qiladigan ishimiz necha lot. Lot o'zi nima degan savolga ham javob beraman. Necha lot? Xo'p, keling bize ochimiz 2 lot. 2 lot ochimiz. Summamiz katta. 2 lot bilan qayerga ochdik pozitsiyani? Buyga, ya'ni buy pozitsiya ochdik. Xo'p, endi bu ikkinchi qiladigan ishimiz. Uchinchi qiladigan ishimiz bor bizda. Narxni qayerdan ochganmiz? Ya'ni entry tochka deyiladi bu. Entry tochka. Ya'ni kirish tochkangiz bu. Shu buy kirdingiz, o'sha tochkangiz entry tochka. Aytaylik, mana enter to'g'risini olib kelaman. Ko'kni belgilab qo'ygan ekanman. 1.71.442 dan 1.71.442 dan nimaga kirdik? Buyga. Buy. Xo'p, necha lot kirdik? 2 lot. To'g'rimi? Aynan shunaqa. Bu entry tochka. Bu qiladigan ishimiz savdoga kirish tochkamizni aniqlash. Bu 3-algoritmik ishimiz bo'ladi bizda. Mana 3 qilib qo'yaman. 3-algoritmik ishimiz. Mana shu vazifalarni bajarganingizdan keyin sizga mana bu hisob kitoblar kerak bo'ladi. Va yana bitta sharti bor. Mana bu algoritmni siz bajarganingizdan keyin o'zingizga o'z savol berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana shularni bajarib turganingizda bundan qanday foydalanaman? Lot nimaligini bilmasangiz bundan foydalanamiz. Va entry tochka, kirish tochkasini bilasiz. Xo'p, o'zi lot punkt pips qanday ishlatishi, ya'ni punkt pipsni birinchi, keyin lotni ishlatishni o'rgataman. Xo'p, narx yozamiz. Masalan, liboy bitta narx. GP kattiki. Masalan, 1.72.234. Mana shu narx. Xo'p, buni kattaroq shriftda qilib qo'yaman. Mana shu narx.
narx yo tepaga ketadi, yo pastga ketadi. Uni siz agar buy ochsangiz, pastga ketib qolsa zararga kirasiz. Xo'p, ya'ni buy ochsangiz sell ketib qolsa zararga kirasiz yoki sell ochsangiz buyga ketib qolsa zararga kirasiz. Xo'p, narx mana shu holatda o'sgan bo'lsa, bir necha soatdan keyin tasavvur qiling, oradan 2 soat vaqt o'tdi. 2 soatdan keyin narx buy ochgan bo'lsangiz, 1.72 434 ga o'zgarib qoldi. Tasavvur qiling. Mana narx mana shu narxga o'zgardi. Mana ko'k qilib qo'yaman. Xo'p, siz buni nima qilasiz? Punkt pips. Xo'p, eng oxirdagi raqam bor. Ko'rgan bo'lsangiz. Mana 4 birlik. Mana shu 4. 4 dan 5 ga yo 4 dan 3 ga tushishi 1 pips deyiladi. Pips, ya'ni eng kichik o'lchov birligiga ta'rif yozib qo'yasiz. Pips yoki pip deyiladi. Buni 16 shriftda qo'ying. Pips deyiladi. Eng xona. Xo'p, pipsda ta'rifini yozib beraman sizga mana. Pips degani eng kichik tradingdagi o'lchov birligi. Pips bu, mana pips tradingdagi eng kichik o'lchov birligi. Bundan boshqa raqam yo'q-da tradingda. Mana bundan yo'qda raqam yo'q. Bu eng kichkinasi. Tradingdagi eng kichik o'lchov birligi deyiladi. O'lchov birligi deyiladi. Okay, o'lchov birligi. Mana shunga pips deyiladi. Xo'p, bu pips. Punkt nima? Punkt mana qarang. Punkt 10lik tizim. Bekorga mana bu qoida yozmadik. 1 punkt 10 pips deb. Mana 3 ning 4 ga o'zgarishi. 3 ning 4 ga o'zgarishi mana. Bunga punkt deyiladi. Ya'ni bu punkt qoidasi nima? Punkt 10lik tizimdagisi xolos. Bo'ldi, boshqa chalg'imang. Qoida bor, qoida bizda mana bu. Xo'p, bu 4 ga o'zgarish uchun mana bu 9 ga yangilash kerak. Ya'ni eng oxirgi xona, bilasizlar. O'shaning uchun punkt deyiladi. Mana qoida kelib chiqdi. Endi siz qancha zarar yoki qancha foydaga kirganingizni bilishingiz uchun mana buni punkt pipsni topib olishingiz kerak. Mana bu birinchi algoritmik ishni qildingiz. Buy yoki sell. Aniqladik. Necha lot ochganimizni bilamiz. Qo'limiz bilan ochamiz. Uni 2 lot buy ga ochdik. Xo'p, entry, ya'ni kirgan tochkamiz, ochgan nuqtangiz, buy ga ochgan nuqtangiz, mana narx mana shu. 2 lot hammasini qildik. 3 ta entry. 3 ta entrydan keyin endi pips punkt necha pips yurganini bilishimiz kerak. Undan keyin buni davomi bor hali qiladigan ishimizni 4, 5, 6-etaplari bor. Keyin unga o'tamiz. Ungacha mana punkt pips tushunib ketamiz. Endi punkt nima degan savolga javob, punkt bu katta harfda bo'lmadi. Punkt degani bu pipsdan keyingi kattaroq 10lik, mana qaysi yozib qo'yaman, 10lik xona deb qo'ya qolamiz. Matematika bizda kattaroq pipsdan keyin kattaroq o'lchov birligi deysizlar. Ya'ni bilasizlar, matematikani qo'llasa osonroq o'lchov birligi. Ya'ni bu punktni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Dollarni qancha plus, qancha minus dollar qilayotganingizni bilishingiz uchun mana shu punkt juda ham as qotadi. Xo'p, siz avval nima qilasiz? Kattadan kichikni sonni ayirib tashlaysiz. Xo'p, 4-qiladigan ishingiz bizda bo'ladi. Katta sondan kichigini ayirib tashlaysiz. Ayirib tashlaysiz. Mana. Xo'p, katta sondan kichikini ayirib tashlaysiz. Bu sizga nimani beradi? Bu sizga pipsni beradi. Masalan, bundan buni ayirdik. Shunda kalkulyatorda ayirasiz, men ayirib o'tirmayman. 200 chiqadi mana. 200 chiqadi, ya'ni bu nimada chiqadi? 200 pipsda chiqadi. Esingizdan chiqarmang. Doim pipsda chiqadi. Xo'p, endi pipsda chiqarganingizdan keyin 200 ni 10 ga bo'lib olasiz. 10 ga bo'lasiz. Nima uchun? Chunki 1 punkt 10 pips. Punktni topamiz o'shandan keyin. Kelib chiqadi 20 punkt. Mana 20 punkt. Xo'p, narx mana shunday, mana shuncha yurganda, o'sganda, narx o'sdi dedik. Buyga ochdik-ku. Mana ko'rib turibsiz. Son katta bo'lsa, demak narx o'sgan. Mana bitta son bundan